Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana pechkalarimiz zakaz berilgan holati. Tepasini yopib berganmiz yo'qolmasligi uchun. Nima sababdan bunaqa qilingan? Keyin aytib o'taman. Hop, mana shu pechkalar hammasi zakazga ketyapti. Biz faqat O'zbekiston bo'ylab emas, boshqa davlatlarga ham sotamiz. Shu olib ketib sotishadi bizdan. Mana shular hammasi bitta odam olgan, zakaz qilgan. Mana ikki qopqoqlari svorka qilib yuborilgan, uzoq joyga ketadi. Mana eshiklari ham ochilmaydi, chunki svorka qilingan. Bu tortmalari ham svorka qilib qo'yilgan, umuman ochilmaydi. Mana qalinligiga e'tibor beringlar. Yoni 3 lik, tepasi 6 likda qilingan. Mana shular hammasi zakaz. Mana olib borib o'zini yurtida sotadi. Qaysi davlatga eksport qilinayotganini bir topib yozib yuborsalaring xursand bo'lamiz. Kim topsa, mana shu pechkalar hammasi Xudo xohlasa eksportga ketyapti. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana orqalaridan ham issiq chiqaradi bu pechkalar.